mana sifat, mana nasl aka-ukalar, xudo xolasa nimaga sifatli naslli buqalardan boqish kerak. Xudo xolasa Andijon viloyati Shahrixon tumani Do'landamiz aka-ukalar. Anchoq bo'ldi. Nodirbek akamizni fermasdamiz. Shunaqangi Mashimi? Angus buqalardan havasga, xudo xolasa o'zini xonadonida boqib yetishtirgan, ularni yaxshi niyatda qurbonlik hayiti uchun boqqan aka-ukalar, xudo xolasa o'zimizni shunaqangi hoji akalarimiz bor. Bitta buqani olib ehson qo'raman, bitta buqani bitta mahallaga ehson qilib so'y beraman deb turgan aka-ukalarimizga xudo xolasa ayni video bo'ladi. Bittadan layklarni bosib, videolarimizni oxirigacha kuzatib turamiz. Xudo xolasa video obzorlarini qilib o'tib ketamiz. Bittadan layklarni bosib turamiz. Turishlar qarang, stoykalar qarang. Oldiki turishlari ham xudo xolasa aka-ukalar 65-70 sm dan nargilarniki xudo xolasa aka 80-90 ga yetib ketgan. Xudo xolasa aka-ukalar bu yerda 3 bosh angusimiz, 1 bosh Mickey Mouse, 1 bosh Simentalidan bor. Aka-ukalar xudo xolasa bularni obzorlarini qilib ketamiz. Bunga Nodir akamiz o'zi, xudo xolasa Dehqon akamiz. Aka, Salomotlarni yetkazing aka, charchamang. Salomatmisiz? Yo'qinglarmi? Bularda nima berib boqdingiz deydiganda aka, xudo xolasa, ha? Mehr berib, mehr. Mehr o'ta kuchli bo'lgan joyida akam qarang. Jon hisobiga. Eng kichkinasi ham xudo xolasa aka-ukalar 600 kilo atrofida bor. 600 kiloda atrofida buqa aka, jon hisobiga. Tepasida xudo xolasa. Zo'r. Aka, xudo xolasa bularni birinchi so'raydiganimiz qanchalikda olib kelib bunchalik qildingiz aka? 7 oy bo'ldi olib kelganimizga. 7 oy bo'ldi. 500 kilo, kattasi 500 kilo atrofida edi-da. Jon hisobiga. Zo'r. 7 oydan beri 7 oydan beri xudo xolasa mehrni qattig'ini olibdi mana akamizdan. Biologramni yemlari bilan bir mahal beramiz xolos. Jon hisobiga qarang. O'zini avaylab, xudo xolasa veslari ham Simentalimiz xudo xolasa 800-900 kiloda atrofida. Bu anguslarimiz mana aka-ukalar, eng kichigi orqasidagi ekan. Shunisini o'zi ham aka xudo xolasa 900-1100 kiloda atrofida chiqib qoladi. Eng kattasi. Eng kattasi. Bu eng kichigi 850-900 kilo chiqib qoladi. 850-900 kiloda atrofida chiqib qoladi. Eng kichigi mana shunisi ekan aka, jon hisobiga. Hammamizga shunaqangi xudo xolasa anguslardan, simentallardan boqib, shunaqangi gigant qilib boqishlar nasib qilsin. Bittadan layklarni bosib qo'yib turamiz. Amin. Ha, xudo xolasa aka bularni yosh oyligi qanchaga yetdi shu turishida? Voga yetgan, kuraklari chiqargan. Kuraklari chiqargan. Kuraklari chiqargan. Qurbonlikka rosa bo'ladi, xudo xolasa. Qurbonlikka xudo xolasa izlab turgan aka-ukalarimizga mana xudo xolasa rosa yetilgan joydamiz aka. Bittadan layklarni bosib turamiz. Aka, shu eng kichigidan boshlab ketaylik. Xudo xolasa eng kichigini 45 million deyapmiz. 45 million so'm. Xayri bor. Xayri bor. Kattasini 75 million. Eng kattasiga 75 million so'm. 75 million so'm. Bir tonnadan yuqori xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap bor aka. Taroziga ham gaplashaveramiz. Agar taroziga so'ragan aka-ukalarimiz taroziga haligi tirik vaznga so'raymiz deganlar ham 75 ming so'mdan xohlaganini qo'yib olish mumkin. 75 ming so'mdan. 75 ming so'm. Endi aka, nima sababdan 75 ming so'm degan joyiga ham urg'u berib o'tib ketaylik aka? Haqiqatda to'g'ri aytyapsiz. Bozorda 62 ming, 65 ming, 68 ming so'm o'sha kiloga tortilyapti. Lekin bular go'shtni foizi baland. Foizi baland. Xudo xolasa 62%, 63%, 65% gacha berganlar bo'lgan. Endi hisoblasangiz o'shanaqa. Xudo xolasa taroziga tortib olib, jivoy vesga tortib olgan aka-ukalarimiz ham, qassob akalarimiz ham yutkizmaydigan joyda aka-ukalar. Layklarni bosib turamiz. Kimga xudo xolasa shunaqangilardan nasib qilgan aka-ukalar, nasib qilsa hammamizga. Kimga kerak bo'lsa akamizning raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanamiz. Aka-ukalar, xudo xolasa yaqinrog'idan ko'rsatib ketay, hammamizga nasib qilsin. Dehqon akalarimiz shu Nodirbek akamizga o'xshab boqish nasib qilsin aka. Hammamizga nasib qilsin xudo xolasa. Aka dastavkasini so'ragan aka-ukalarimizga dastavkalarini kelishamizmi? Agar bitta haligi kim birinchi qurbonlikka so'yaman desa, misol uchun o'zimiz jiyanlar, ukalarimiz so'y berish xizmatlari ham bor. Xizmatlari bor. Xizmat kelsa, olib borib so'yib, xolasa mashatda so'yib, maydalab olib ketish mumkin. Ukamiz bor, Shuhratbek nomini ham qo'yib qo'yamiz uni.
o'sha sotadi hisobda. Shuhratbek o'zi mashinasi hamma yo'q bor, o'zi so'yib, o'zi nima qilib beraveradi. Aha. Agar Qodirbek aka Qurbon hayitgacha, qurbonlikkacha ushlab turaveramiz, sharoitimiz yo'q desa, kelishib olsak, xola kiloga, xoling taroziga, nimaga, bosh turishiga. aha. Bunda ham o'sha kungacha boqib berib turaveramiz. Boqib berib turaman. Men ham xuddi shu narsani so'ramoqchi edim. Ko'pchilik aka baribir sizni boqish ratsionlaringizni To'g'ri. bilmaydi, qanday qilib boqilgan bo'lardi, bilmaydi aka, xudo xolasa. Boqish ratsionlarini ham aka havas qilgan aka-ukalarimizga bir aytib o'tib ketasizmi aka? Ha, eldan elga narx mana qarang. YouTube'ga kirishsa, Aha. u reklama emas. Prosta bizdan maslahat endi. Biz ham o'shundan YouTube'dan o'rgandik. Ideal agrarni ratsionlari bor. Mana shu nimasi? Ideal koruma. Forumlar mana aka-ukalar. Ideal agrar deb yozsa chiqadi. Aha. Bir 7 yil bo'ldimikin bu narsani o'rganganimizga, bizni tanimaydi ham u akalaru. Hali prosta xalqqa manfaatli bo'lsin deb aytyapmiz. Bir mahal mana ertalabda bomdoddan keyin tashab qo'yamiz. Somonini, silosini xuddi o'sha yemdan aralashtirib tashab qo'yamiz. Oxirlar to'lib turibdi o'tga. Xudosa bu yoqdan yeb bo'm-bo'sh. bo'shatib kelishaveradi. mashaqqa. Ertalab bir tashlaysiz. Endi kun isib ketib qolsa, qizib qolmasligi kerak-da bu. Aha. Qizilsa kaloriyasi kamayib boradi. Kamayib boradi. Kun isib ketgan taqdir agar kun isib ketsa, 2 mahalga o'tkazib qo'yamiz. Bo'lmasa ertalabda bomdoddan keyin bir mahal qarab qo'yamiz bo'ldi. Aha, gap bor. Aka, lekin ko'pchilik suvni berishni ham haligi uzib qo'yar ekan, oxirida turmasdan yo'msam. Asosiy buni siri shunda, suvda. Suvni ham vaqti bilan. Yo'q, vaqti bilan emas. Imkoni bo'lsa doim turish kerak. Postoyanno tursa bo'laveradi. Postoyanno biz chekka qilib qo'yganmiz mana hali oxirini. Oxiriga. Shu zagon qilib qo'yganiga, zagon biroz bizga anaqa o'xshayapti, lekin o'zimiz baylab baqardik. 5 bosh bu yerda bemalol aylanib yuribdi, bir-biriga qarab turamiz mana. Oxirida tosib qo'yganmiz shu. Oldin mana baylab baqardik shu narsani. Bir xilga chorva sevar akalarimiz, chorva baqadigan akalarimizdan naqd oldik. Bir xilga odamlar suvni ham shu vaqti bilan uzib qo'yar ekanda. Imkon bo'lsa shu doim turgani ma'qul ekan. Chunki qancha miqdorda yesa, o'shancha miqdorda ozroq suv ichar ekan. O'ziz ham oshib Ha, albatta aka. Shunga o'xshagan. Samovarga borib, oshni yeb, suvni ichib, choyni ichib, bularga dezirada o'xshaganda beryapmiz-da. Ko'rimlarni yegandan keyin aka-ukalar, xudo xolasa suvni uzishni keragi yo'q. Suvni iloji bo'lsa postoyanno qo'yib ko'ramiz. Kimlargadir aka yangi chorva boqishni boshlagan aka-ukalarimizga ham ma'lumot o'rnida ateş so'rab ketdim-da aka. Xudo xolasa chorvani ham yangi boshlagan yoki boshlab o'zi biladigan aka-ukalarimizga ham aytib bilmaysizlar, xudo xolasa ma'lumot o'rnida aytib ketdim. Bittadan chiroyli layklarni bosib qo'yamiz. Ekranda raqamlar Nodirbek akamiz bilan bog'lanamiz aka-ukalar. Xudo xolasa barchasiga, xudo xolasa izlagan odamlarga videolarimiz yetib borsin. Mana eng kichigi shu Mickey Mouse. Mickey Mouse bu yerda eng kichigi bo'lyapti mana. 600 kiloni yo bosib, yo 5-10 kilo bu yoqda kelib qoladi mana shu ham. Gap yo'q. Bittasi sherigi bor edi buni. O'zimiz so'yib turib, o'rniga olib kelib qo'yganmiz. Aha. Katta edi. Qarang. Videosi ham egizakka o'xshab turdi, qarang, joning sog' bo'lgunlar. Haybati ham odamni qo'rqitadi bularni. Ammo yuvoshligi to'xtamaydi. Zo'r tomoni shu. Gap yo'q. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'lsanglar, bittadan layklarni bosib qo'yasizlar aka-ukalar.